Akalar olib haydashga tayyor Damas kombi ko'rsataman. Damas kombi so'rayotgan akalar uchun ham xudo xolasa zo'r variant bo'ladi. Mashinaga ancha xarajat qilib qo'yilgan ekan. 2020-yil oldi faralargacha ledli ustunovka qilib qo'yilgan, eshiklarigacha shumizatsiya bo'lgan, tonirovkalar qilib qo'yilgan, do'ragalaslarda oldi oynalariga sonzashlar qilib qo'yilgan. Aytganimdek mashina shumizatsiya bo'lgan, to'rtta yaxshi yumshoq skebalollarda metangazlargacha ustunovka qilib qo'yilgan ekan. Akalar salonlarni ko'ring, salonlari ham akkuratni holatda bo'lib turibdi akalar. Qirilib, tizilib ketmagan. Kataloglargacha arshga qilib quraytirib qo'yilgan, bunaqa yaxshi qimmat chexoli taqilgan, linoleum polikarbonat solingan. O'zini halol bo'lgan prebegi 209 ming kilometr bo'lib qolgan. Bechigar ko'pligicha ustunovka qilingan, Malibu bar, Malibu rechak, besporod zaryadkalargacha ustunovka qilingan, oynalarigacha elektronlik qo'yilgan akalar. Oldi oynalar do'ragalas bo'ladi, sonzashtalargacha tortib qo'yilgan, mana bunaqa yaxshi kolonkalargacha ustunovka qilingan, eshiklargacha legirovka qilingan, bitta barmoqda yopiladi. Matlarida ham, eshiklarda ham kolonkalari bor. Salonlari ham akkuratli holatda o'tiribdi. Aytganimdek eshiklari legirovka bo'lgan, yetarli ortiqcha xarajatlar yo'q. Bitta-ikkita joyda shunaqa kichkina metan qastiradigan joylarni ko'rdim. Motor, hadovoy, korobka moslari ham yaxshi holatda, oldi laboylari ham sonzashdi. Kraskasi bitta shu kaparagida olib keluvdilar, ko'rib tekshirdik. Oldi kraskasida ham chiqibdi. Xudo xolasa qolgan joylar toza, yana o'zingiz uchun bemalol ustidan olib kelib proverka qilsanglar bo'ladi. 2020-yil olib maza qilib haydashingiz uchun $3900 bo'lsa berib yuboramiz.